Timur tuzuklari asarida ifoda etilgan davlat masalalariga oid yo'l-yo'riqlar, qonunlar, tuzuklar alohida ahamiyatga ega. Buyuk davlat arbobining davlatchilik siyosatida u yaratgan boshqaruv tizimi hamda davlatchilik an'analari mohiyati zaminida muayyan bir jo'g'rofiy makon va jamiyatning turli imkoniyatlarini mahalliy xalq manfaatlari yo'lida yuzaga chiqaruvchi chinakam tashkilotchilik yotganini ko'ramiz. Timur tuzuklarida qaysi mamlakatni zabt etgan bo'lsam, o'sha yerning obro' e'tiborli kishilarini aziz tutdim. Sayyidlari, ulamolari, fuzalo va mashoyihiga ta'zim bajo keltirdim va hurmatladim. O'sha viloyatlarning ulug'larini og'a-inilarimdek, yoshlari va bolalarini bo'lsa o'z farzandlarimdek ko'rdim. Har mamlakatda adolat eshigini ochdim, zulm-u sitam yo'lini to'sdim deya ta'kidlanadi. Ushbu asarda keltirilgan fikrlar, mulohazalar yosh avlod tarbiyasida uning ma'naviy qiyofasini shakllantirishda, yoshlarimizni jismoniy jihatdan baquvvat, ma'naviy yutuq, o'z vatanini ko'z qorachig'iday asraydigan mard va jasur farzandlar sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmasligimiz lozim. Xulosa qilib aytganda, biz boy madaniy merosga ega bo'lgan qadimiy xalqmiz. O'z vatani tarixini bilish har bir o'sib-unib kelayotgan yosh avlod vakili uchun suv va havodek zarur. Tarixiy xotira insonni ona yurt xizmatiga qat'iy bel bog'lash, uning sarhadlarini har qanday yovuz kuchlardan, g'animlardan himoyalash, kerak bo'lsa jon fido qilishga chorlaydi. Timur tuzuklarida ham hech qachon eskirmaydigan inson ma'naviyati uchun bugun ham ma'naviy oziq bo'ladigan hikmatli fikrlarning ahamiyati hech qachon yo'qolmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.